Mijoz bilan savol javoblar qiladi, mijozning xavfsizliklari bilan ishlaydi. Bir nechta qo'ng'iroqlar, bir nechta uchrashuvlarga cho'zilib ketyapti. Operator mijoz bilan gaplashib, ozgina suhbatlashib, sразу uchrashuv belgilab olish kerak degani emas. Suhbatni boshdanoq sotuvchida ishtiyoq yo'qoladi. Aynan mana shu narsani sotuvchi operatorlarga berishingiz kerak. Bu video aynan sotuvchi va operatorlar uchun bo'ladi, ayniqsa operatorlar uchun. Nega? Chunki aynan B2B va ba'zi bir B2C sotuvlarda operator birinchi qo'ng'iroqni amalga oshiradi, mijoz bilan kvalifikatsiya qilgandan keyin sotuvchi u bilan, ya'ni mijoz bilan uchrashuv belgilaydi. Uchrashuvda sotuvchi yana mijozni qayta kvalifikatsiya qiladi, ya'ni mijoz bilan savol javoblar qiladi, mijozning xavfsizliklari bilan ishlaydi. Agar mijoz to'g'ri keladigan bo'lsa, sotuv amalga oshadi. Lekin uchrashuvgacha bo'lgan jarayon bor va uchrashuvdagi jarayon bor. Bu nima degani? Oldingi mavzularda gaplashganimizdagi 25-yil konkurensiya katta davr, har bitta sohada konkurensiya oshgan davr va konkurensiya ko'paygandan keyin tabiiyki uchrashuvlar soni, mijoz bilan bo'ladigan kasanyalar, ya'ni kontaktlar soni juda ham ko'paygan. Oldin ikkita qo'ng'iroq bilan, bitta uchrashuv bilan bitib ketgan aytaylik kelishuvlar hozir bir nechta qo'ng'iroqlar, bir nechta uchrashuvlarga cho'zilib ketyapti. Va alal oqibat ham sotuv bo'lishi dargumon, chunki bozor faqatgina narxiga qaragan. Xo'p, aynan B2B va ba'zi B2C yo'nalishlarga qarata aytadigan narsamiz quyidagidan iboratki, agar operator mijozni chuqur filtr, ya'ni kvalifikatsiya qilishi uchrashuvlar sonini kamaytiradi, lekin sotuvlar oshishini ta'minlaydi. Bu degani operator mijoz bilan gaplashib, ozgina suhbatlashib, sразу uchrashuv belgilab olish kerak degani emas. Bundan bu yog'iga agar siz operator bo'lib shunaqa qiladigan bo'lsangiz, tasavvur qilamiz, nimalarni yo'qotamiz. Aytaylik mijoz bilan gaplashyapsiz, uni chuqur kvalifikatsiya qilmadingiz. Kvalifikatsiya degani hamma savollarni berib javoblarni olmadingiz, mijoz portretini, mijoz kartochkasini chizmadingiz, CRMni to'ldirmadingiz va aynan mana shu holatda aytaylik ba'zi bir aniqlashtiradigan momentlar qolib ketib qoldi, to'g'rimi? Aynan u mijoz sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, siz hali ishonch hosil qilmadingiz va sразу uchrashuv belgilab oldingiz. Uchrashuv belgilaganda nima bo'ladi? Sizlar tomonidan, sizning korxonangizdan sotuvchi u mijoz bilan uchrashuv joyiga borish kerak. Uchrashuv jarayonida agar sotuvchi mijoz sizlarga to'g'ri kelmasligini va eng asosiy ma'lumot siz so'rab unga yetmaganligingizni aytaylik bilib qoladigan bo'lsa, suhbatni boshdanoq sotuvchida ishtiyoq yo'qoladi. Ya'ni sotuvga bo'lgan, mijoz bilan suhbatlashishga bo'lgan ishtiyoq yo'qoladi. Chunki qancha vaqt ketsa ham hozir bu klient sizlarning klient emas, sizga to'g'ri kelmaydigan mijoz. Yoki bo'lmasa eng asosiy, ya'ni sotuvchining eng katta qurollaridan bittasi bu ma'lumotlar. Qancha ko'p ma'lumotga ega bo'lsa, shuncha sotuv bo'lish ehtimoli ko'payadi. O'shaning uchun operator qiladigan vazifasi mijoz bilan birinchi va ikkinchi qo'ng'iroqlar davomida maksimum ma'lumot olib sotuvchiga yetkazib berish. Ana o'shandagina sotuvchi mijozni ofisiga borishga vaqtini ketkazmaydi yoki uyiga borishga vaqtini ketkazmaydi, mijoz bilan suhbatlashishga, aynan mana shu uchrashuvlardan keyingi mijozga yana qayta aloqalarga ketkazadigan vaqti, energiyasi va aytaylik yo'lkiraga ketadigan sarf xarajatlari havoga sovurilmaydi. Eng asosiysi ulardan ham tashqari bu sotuvchining motivatsiyasi. Agar mana shunaqa uchrashuvlarda doimiy yuradigan va sotuvlar bo'lmayotgan bo'lsa, sotuvchining motivatsiyasi yuqori pastlab, oxiri aytaylik mijozlar bilan gaplashish kerak bo'lgandek gaplashmaydi. Sotuvdan o'zi umidini uzib qo'yadi va mijozlarga batafsil ma'lumot berishdan qaysidir ma'noda tiyiladi. Nega? Bu ham sotib olmaydi, bu ham bizning klient emas yoki bo'lmasa bunga ham faqat narx qiziq degan fikrlar bilan bo'ladi. O'shaning uchun agar siz operator va sotuvchi bo'ladigan bo'lsangiz yoki sotuv bo'limi rahbari yoki biznes egasi bo'ladigan bo'lsangiz, bu videoni menimcha oxirigacha ko'rib olsiz. Shu vaqtgacha ko'rgan bo'lsangiz, men sizni tabriklayman, chunki aynan mana shu narsani sotuvchi operatorlarga berishingiz kerak. Zo'r skriptlar yozib berishingiz kerak, CRM nastroyka qilib berishingiz kerak. Чтобы operator va aytaylik suhbatlashishni o'rgatish kerak. Ya'ni qanaqa mijoz bilan suhbatlash psixologiyasini o'rgatsanglar, aynan mana shu paytda mijoz bilan birinchi kontaktni o'zida, ya'ni birinchi qo'ng'iroqni o'zida operator chiroyli suhbat quradi, hamma sotuvgacha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oladi va agar mijoz to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, qo'ng'iroqni o'zida hech nima yo'qotmasdan turib mijozni chetga suradi. Ya'ni olmaydigan mijoz etapiga o'tkazib yuboradi va unga ortiqcha boyga aytgandagi sarf xarajatlar, energiya, fokus, aytaylik vaqt
va aytaylik finansiy holat, ya'ni finans ketmaydi. Aynan unda sotuvchi ham o'zini motivatsiyasini ushlab qoladi va yana bitta narsa, operatorga uchrashuvlar soniga KPI qo'ymaydi. Quyidagilar asosida operatorga KPI qo'yishinglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni uchrashuv haqiqatan ham bo'lganligi, mijozda haqiqatan ham qiziqishi borligi, umuman agar kelishuv ehtimoli bu mijozda bormi yo'qligiga qarab va tabiiyki mijoz nima desa bo'ladi? Mijoz bizning klientmi yoki bizniki emasmi? Ya'ni podxojashiymi, bizga to'g'ri keladigan klientmidi yoki unaqa emasmidi? Mana shunaqa kriteriyalar asosida operatorga KPI qo'yadigan bo'lsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi va shunda operator har bitta bo'lgan qo'ng'iroqni uchrashuvga urishdan oldin mijoz bilan chuqur kvalifikatsiya qilib, etaplarni o'tkazib, qo'ng'iroqni o'zida filtr qilib tashlaydi. Oladi, olmaydi qiladi. Oladiganlar bilan keyin maksimum yana ham energiya, yana ham fokus berib ishlanadi. Va tabiiyki 100 ta uchrashuv, boya aytganimizdek filtr qilinmagan uchrashuvdan bitta sotgandan ko'ra 10 ta. Agar 100 ta uchrashuvdan bitta sotilsa, bu 1% degan. Lekin 100 ta uchrashuvdan filtr qilib tashlab 90 tasini qo'ng'iroqning o'zida omadi degan etapiga o'tkazsa, ya'ni aytaylik bu klientlar bizga to'g'ri kelmadi, har xil, ya'ni aniq sabablar bilan. Atigi 10 tasi qolib, aytaylik bir nechta sotuv bo'ladigan bo'lsa, bu 10-20-30% degan konversiya kelib chiqadi. Tushunsa, ya'ni holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgargani holati xolos. Tavsiya va fikr shulardan iborat edi. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Kanalga obuna bo'linglar va keyingi videolarni ko'rishni davom etinglar.